75 metr kvadratdan tashkil topgan har bir metr kvadratga ideal formatda 3 xonali qilingan xonadonimizning kiraverish qismidan prixojlari o'rnatilgan holatdagi kattagina hol qismimiz kutib oladi. Mягкий zona, TV zonalarimiz qilingan, devorlarimiz esa italyanskiy atachenti uslubida ta'mirlangan. Proyekt bo'yicha kuxnya, mehmonxona, yotoqxona, umumiy holatdagi sanuzel qismi. Ko'rishni kuxnya qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakasnoy MDF, devorlarimiz italyanskiy atachent uslubida ta'mirlangan. Turetskiy radiatorlarimiz o'rnatilgan, gazli plita, вытяжка, moyka, холодильникlarimiz o'rnatilgan. Kattagina stol yoki mягкий zona uchun joylarimiz ham mavjud holatda. 7 qavatli elitniy g'ishtli lifli domik 7-qavatda joylashgan xonadonimizning mehmonxona qismi. Manziliga kelib to'xtaladigan bo'lsak, Buxoro shahar, Saxarniy bolnitsa, Monika chorraha. Maktab, bog'cha, manarsa, dostupni joyga joylashgan, domimiz to'liq foydalanishga topshirilgan. Hujjatlari esa ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Proyekt bo'yicha yotoqxona. Ko'rib turgan barcha jihozlaringiz qoladi. Umumiy holatdagi sanuzel qismi esa pastdan tepagacha to'liq kafilgan qilingan, qo'shimchasiga aristonlarimiz mavjud. 7 qavatli elitniy g'ishtli lifli domning 7-qavatda umumiy maydon 75 metr kvadrat. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingizni kutib qolamiz.